Ibrohim payg'ambar qissasi. Juda ko'p yillar oldin edi. Firot daryosi irmoqlari orasida Bobil nomli go'zal shahar bo'lgan edi. Uning mevalari shirin, hosili mo'l, gullari xushbo'y, sigirlari esa katta edi. Ularning Namrud ismli shohlari bor edi. Bobil yaxshi, lekin shoh Namrud juda yomon edi. Hamma undan qo'rqardi, chunki u shafqatsiz odam edi. Bir kuni saroy kohini Namrudga bu yil tug'ilgan o'g'il bolalardan biri ulg'ayib, saltanatingizni qulatadi. U sizning o'limingizga sababchi bo'ladi, dedi. Namrud qo'rqib ketdi, g'azabdan aqldan ozdi. Barcha o'g'il bolalarni o'ldiring, dedi. Askarlar Bobil ko'chalarini o'rab olishdi. O'g'il bolalar uyma-uy qidirildi. Bobil shahrida Azar ismli bir kishi yashar edi. U eski butlarni tuzatib, yangi butlar yasardi. Azarning xotini homilador edi. Ular farzand kutishayotgan edi. Agar chaqaloq o'g'il bo'lsa-chi, Azar chaqaloqni o'ldirishlarini tomosha qilib turarmidi? Yo'q, Azar bunga hech qachon yo'l qo'ymasdi. Bir kuni kechasi u xotinini yashirincha uydan olib chiqdi. Uni bir g'orga olib bordi. Aslo bu yerdan chiqma. Farzandimizni mana shu yerda yolg'iz o'zing tug'asan, dedi. Va chaqaloq tug'ildi. U o'g'il edi. Otasi unga Ibrohim deb ism qo'ydi. Azar tez-tez g'orga borar, ularga ovqat va suv olib kelardi. Vaqt bulutlarning o'tishi kabi juda tez o'tib ketdi. Ibrohim voyaga yetdi. Azar ularni uyiga olib keldi. Ibrohim uyga kelganida juda hayron bo'ldi. Hamma joyda chirkin haykallar va g'alati butlar bor edi. Otasi esa tinimsiz yangilarini yasardi. Odamlar butlarni juda qadrlashardi. Ibrohim bu holatni hech aqliga sig'dira olmasdi. Butlar jonsiz, tosh va yog'ochdan yasalgan narsalar edi. Ularni nega bunchalik qadrlashardi? Hamma narsa juda ham go'zal edi. Asal yig'adigan asalarlar, qushlar, kapalaklar qanday ham go'zal. Moviy osmon, oq bulutlar qanday ham go'zal. Yaltiroq soylar, kumushrang baliqlar, kechasi yulduzlar, kunduzi gullar qanday go'zal. Albatta bularning barchasini yaratguvchisi bo'lishi kerak. Aks holda qanday o'z-o'zidan paydo bo'lardi. Lekin hamma butlarga sig'inardi. Biroq butlar yaratuvchi bo'lishi mumkin emas edi. Chunki butlarning o'zini otasi Azar yasar edi. Agar otasi yasamaganda butlar umuman bo'lmasdi. Ibrohim butlarni hech yoqtirmasdi. Ularning bo'yniga arqon bog'lab, yerga sudrab yurardi. Butlar ko'r va kar edi. Butlar aqlsiz va jonsiz edi. Azar o'g'lining qilgan ishidan qattiq jahli chiqdi. Ibrohim, butlarga hurmatsizlik qilma, dedi. Ammo Ibrohim butlarga hurmatsizlik qilishda davom etdi. Ularga sig'inmadi. Ulardan hech narsa so'ramadi. Ularga rahmat ham aytmasdi va ulardan hech qo'rqmasdi. Bir kuni kechasi Ibrohim yulduzlarni tomosha qilayotgan edi. Yulduzlar ichida eng yorqiniga ko'zi tushdi. Mening Robbim shu emasmikan, dedi. Ammo bu eng yorqin yulduz bir muncha vaqt o'tgach g'oyib bo'ldi. Yo'q, dedi Ibrohim. Men yo'qolgan narsalarni yoqtirmayman. Keyin yangi oy chiqdi. Oy yulduzdan yorqinroq edi. Balki Robbim oydir, dedi Ibrohim. Ammo oy ham g'oyib bo'ldi. Yo'q, dedi Ibrohim. Oy ham mening Robbim bo'la olmaydi. Tong otishi bilan quyosh chiqdi. Quyosh oydan kattaroq va yorqinroq edi. Topdim, dedi Ibrohim. Bu mening Robbim bo'lishi kerak. Ammo kechqurun quyosh ham botdi. Yo'q, dedi Ibrohim. Men botgan narsani yoqtirmayman. Va oxir Ibrohim bularning barchasini yaratgan zot mening Robbimdir, dedi. Unga iymon keltirdi. Alloh deb faqatgina uni bildi. Alloh Ibrohimga payg'ambarlik vazifasini berdi. U endi payg'ambar edi. Bobilda bir bayram kuni edi. Hamma ko'ngilochar joylarga yugurdi. Faqat Ibrohim payg'ambar bormadi. U ibodatxonaga ketdi.
U yerda ko'plab kichik butlar va bitta katta but bor edi. Ibrohim payg'ambar bolta bilan barcha kichik butlarni sindirib tashladi. Lekin bir butga tegmadi, katta butga tegmadi. Chunki uning bir rejasi bor edi. Boltani katta butning bo'yniga osib qo'ydi. O'yin-kulgu qilib qaytganlar butlarning holini ko'rib, bizning sevimli butlarimizni kim sindirdi deyishdi. Kim bo'lardi? Dedi Ibrohim payg'ambar. Balki shu katta but sindirgandir. Chunki bolta uning bo'ynida osilib turibdi. Agar xohlasangiz undan so'rab ko'ring, dedi. Ba'zilar butlarning gapira olmasligini o'zing ham bilasan-ku deyishdi. Agar shunday bo'lsa, nega Allohning o'rniga ularga sig'inasiz? Deb javob berdi Ibrohim payg'ambar. Bu javob albatta ularga yoqmadi. Ulardan biri yugurib borib bo'lgan voqeani Namrudga aytib berdi. Namrud g'azabdan aqldan ozdi. U darhol Ibrohimni chaqiringlar dedi. Ibrohim payg'ambarga seni Namrud chaqiryapti dedilar. Juda yaxshi, dedi Ibrohim payg'ambar. Men ham uning oldiga bormoqchi edim, chunki aytadigan gaplarim bor. Qarshisida Ibrohim payg'ambarni ko'rgan Namrud, sen o'zingga yangi xudo topdingmi? dedi. Ikkalamizning ham Robbimiz Allohdir, dedi Ibrohim payg'ambar. Bu yerda mendan boshqa iloh yo'q, deb baqirdi Namrud, chunki u o'zini xudo deb bilardi. Ibrohim alayhissalom, mening Allohim quyoshni mashriqdan chiqarib, mag'ribga botiradi. Qani sen ham g'arbdan chiqarchi, dedi. Namrud shoshib qoldi. Hech qanday javob bera olmadi va jahli chiqqandan aqldan ozdi. Katta bir olov yoqing, juda katta olov, va Ibrohimni uning ichiga oting, deb baqirdi. Namrud shu kunga qadar katta olov yoqilishini judayam istardi. Hammaga o'tin to'plashni buyurdi. Bobilliklar ancha kun o'tin yig'ishdi. Daraxtlar, butalar, shoxlar tog'dek bo'lib yig'ildi va olov yoqildi. Allohim, bu qanday ham katta bir olov edi. Va Ibrohim payg'ambarni o'sha olovga otdilar. Ammo Alloh olovga buyurdi. Ey olov, Ibrohimga salqinlik va omonlik bo'l. Olov bosildi. Ibrohim payg'ambarni kuydirmadi. U olov xuddi dengiz o'rtasidagi gulli, salqin orol bo'ldi. Ibrohim payg'ambar Allohga behad ko'p shukr qildi. Zotan u juda shukr qiluvchi bir banda edi. Hamma bu mo'jizani ko'rdi. Namrud g'azabdan aqldan ozdi. Ammo baribir juda oz odamlar Ibrohim payg'ambarning nasihatlariga quloq soldi. Alloh Ibrohim payg'ambarga Bobilni tark etishni buyurdi va Ibrohim payg'ambar bir nechta iymon keltirgan mo'minlar bilan birga u yerdan ketdi. Ko'p o'tmay Bobilni pashshalar bosdi. Mitti million, milliardlarcha pashshalar sababli hech kim nafas ololmay qoldi. Og'zini ochganning og'zi pashshaga to'lardi. Bobilliklarni o'sha yaxshi ko'radigan butlar ham qutqara olmayotgan edi. Zotan butlar nimaga ham yarardiki? Albatta hech bir ishga. Bu pashshalardan biri Namrudning burniga kirdi va bora-bora uning miyasiga yetib bordi. Namrudning boshi juda ham qattiq og'riy boshladi. Og'riq faqat boshiga urganda qolardi. Namrud boshiga urishlarini buyurdi. Urdilar, uraverdilar, juda ko'p urdilar. Yanayam tezroq uring, dedi Namrud. Tezroq, yanayam tezroq. Ular urishdi, uraverishdi va oqibatda nima bo'ldi bilasizmi? Namrudning katta boshi yorildi. U esa biroz oldin o'zini xudoman deb aytayotgan edi. Allohning mittigina bir pashshasi uni yer bilan bitta qildi. Shu bilan ertagimiz ham tamom.